Shampuningizga qahva qo'shing, qarindoshlaringiz sizni tanimay qoladi. Bu g'itamiz nam sochga surtib 1-2 daqiqa davomida bosh terisini massaj qiling. Kofeni bunaqa qilib sochga, bosh terisiga surtishdan oldin albatta shu videoni ko'ring. Fikringiz o'zgaradi. Kofeni bosh terisiga surtish orqali soch kimnidir o'sib ketib, davolanib qolgani haqida ilmiy tadqiqotlar yo'q. Qadim zamonlarda eski odamlar zerikkanidan qanaqadir giyohlar, har xil tabiiy o'simliklar, boshqa balo-battarlarni boshiga chaplab ko'rgan, shunga o'xshab kofeni ham surtib ko'rishgan. O'zini eksperimenti, taassurotlari uchun. Kofeni haddan ziyod bosh terisiga ishqalash, bosh terisida раздражение, yallig'lanish yoki bosh terisini qurishga olib kelishi mumkin. Kofeni tarkibidagi yog'lar, oqsillar va har xil elementlar ta'sirchan bosh terisiga allergiya kasalligini ham keltirib chiqarishi mumkin. Sababi kofening tarkibi boshning va insonning immun tizimiga ta'sir o'tkazganida immun tizimimiz qo'rqib ketib, shokka tushib, bunga reaksiya sifatida allergiya berib yuborishi mumkin ekan. Shunday ekan, hurmatli ayollar, poq bo'lsa boshimizga chaplavermasdan oldin surishtirib, tadqiqotlar bormi, bu haqda isbot bormi, yo'qmi, keyin bilib, bosh terisiga nima bo'lsa surishinglar mumkin. Menga esa rahmat Shirzit aka deb yozib qo'yinglar.